Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinini qanaqa bo'lishi va qay tarzda bo'lishini qisqacharoq obzor qilib beramiz. Xo'sh do'stlar, videorolikni bugungi videorolik albatta o'tkazib yubormanglar. Videorolik albatta qiziqarli bo'ladi, foydali bo'ladi degan umiddaman. Dream League Soccer 2026-yilgi versiyasi chiqishiga ham salkam mana 1,5 oy vaqt qoldi. Xudo xohlasa treylerlar chiqadi, undan so'ng rasmiy yangilanishlar keladi. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan mana shu DLC 26 ga qo'shilishi mumkin bo'lgan yoki qo'shilishi shart bo'lgan top 20 ta narsani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Videorolikni boshlash oldin ko'pchilik menga savol beryapti. Ya'ni DLC 26 da qaysi futbolchilarning reytingi tushib ketadi, qaysi futbolchilarning reytingi ko'tariladi, qaysi futbolchilar DLC dan yo'qolib ketadi degan savollar juda ham ko'p berilyapti. Xo'sh do'stlar, men mana shu savollarga barchangizga bitta qilib javob berib qo'ydim. Telegram kanalimda. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Barcha ma'lumotlar ana shu Telegram kanalimga berib boriladi. Xo'sh, DLC 26 ga qo'shilishi mumkin bo'lgan top 20 ta narsani biz sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, videorolikni boshlashdan oldin albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Qanunda biz videorolikni boshladik. Top 20 ta DLC 26 ga qo'shilishi mumkin bo'lgan narsalar. Haqiqiy murabbiylar. Ko'proq va kuchliroq Champions playerlar. Oltin to'p topshirish marosimi. Ko'proq va kuchliroq davlatlar. Men of the match sovrini. Ko'proq va kuchliroq liga va klublar. Futbolchilarning sifatliroq yuz ko'rinishlari. Hayotiy formalar. Original logolar. Yaxshiroq va sifatliroq butsilar. O'sha mashhur arabcha sharhlovchi. VAR tizimi qo'shilishi. Futbolchilarning hayotiy reaksiyalari. Ko'proq va kuchliroq klassik playerlar. Kuchliroq va sifatliroq animatsiyalar. Haqiqiy referilar. Sifatliroq gol nishonlash uslublari. Kuchliroq va sifatliroq grafika. Yangicha fintlar. Internet muammolarini hal qilinishi. Xo'sh do'stlar, mana biz sizlar bilan DLC 26 ga qo'shilishi mumkin bo'lgan top 20 ta narsani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi bilmadim-u, men o'zimga shaxsan bu narsalar juda ham yoqdi do'stlar. Addushi maza qilib bu narsalarni tomosha qildim.
sizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Agar DLS 26 ga mana shu narsalar haqiqatan ham qo'shiladigan bo'lsa, DLS futbol o'yinlari ichida nomer 1 ham bo'lib ketib qolishi mumkin. Faqatgina DLS dan talab qilinadigan narsa biroz ko'proq pul sarflash va har xil klublar bilan, har xil formalar bilan, ligalar, klublar bilan shartnomalar tuzishi kerak bo'ladi. Albatta bu narsaga ko'proq mablag' ketib qoladi-yu, lekin mana shu narsalarni sarflasa, DLS o'yinchilar soni yana ham oshadi va DLS ning mavqesi ancha balandroqqa ko'tariladi do'stlar. Menimcha mana shu narsalar qo'shilishi 50-50%, biroz qiyin bo'lsa-da, ammo lekin qo'shilishi mumkin. Keyin yana bitta narsa do'stlar, agar mana shu videoroligimda biz sizlar bilan 1000 tadan, ya'ni 1,5 mingta like yig'sak yoki mayli do'stlar, 1,5 mingta juda ham ko'plik qiladi. 1000 ta like yig'sak do'stlar, keyingi videoroligimizda, ya'ni keyingi chiqadigan videoroligimizda men DLS 26 ning aniq chiqish sanasi, aniq chiqish treylerlarini, sanalarini vaqtlarigacha xudo xohlasa aytib beraman do'stlar. Sizlardan talab qilinadigan narsa bu faqatgina 1000 ta like yig'ish. 1000 tadan ham ko'proq qilib tashlaylar do'stlar, juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta Telegram kanalimga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Barcha ma'lumotlar, DLS 26 haqidagi tezkor ma'lumotlar ana shu Telegram kanaliga tashlab boriladi. Telegram kanalimning silkasi opisiyanida hamda kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, videoroliklarga, bugungi videoroligim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlar bilan har doimdek Iminov DLS yangiliklar keladi bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar.